yaqinda o'tib qoldi. Kelinim o'tib qolgani tufayli qiyin ahvolda qoluvdi. Bizga ancha ko'mak berishdi. Nevaralarimizga yordam pullari, nafaqa pullari chiqarishib berdi. Mana hozir ancha ahvollarimiz yaxshi bo'lib qoldi. O'g'limda ishsizligi tufayli 25 million pul ham chiqarishib berdi bizga yordam qilishib. Dastlab faoliyatini boshlaganimda xonadonlarni o'rganish jarayonida fuqaro Ro'zmatova Muhabbat xolaning xonadoniga tashrif buyurdik. Ushbu xonadonda kelinim vafot etganligi sababli oila og'ir ahvolga tushib qolgan. Shuningdek, ijtimoiy yordamlarga muhtojligi aniqlandi. Oilaga boquvchi yo'qotganlik va kam ta'minli oilada bolalar qilingan. Oilani boshlig'i Ro'zmatova xizmati ishsizligi sababli hokim yordamchisiga yo'naltirgan hamda 25 million naqd pul shaklida imtiyozli kredit olib, unga asosan chorvachilik bilan shug'ullanish uchun qo'y olib, hozirda chorvachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Oila oldingi holatiga nisbatan ancha yaxshilangan. Oilaning ahvoli masalan oldin qizil toifada bo'lsa, hozir yashil toifaga o'tkazilib, kambag'allik reyestridan chiqadi.